Qanaqasiga mani ukam aybdor bo'ladi? Aniq dalillaringiz bormi o'zi? To'g'ri tushuning mana. $50,000 kichkina pul emas aka. Agar aybing isbotlansa, Shosh. Har qanaqa ishga tushiyorman. meni nohaqlik bilan qamashdi Zulayho. Ukamni qo'yib yuborishingizni talab qilaman. Seni xudoga sog'in. Bu dunyoda xor bo'lmasang rozi emasman. Xuddi kinodagidek bo'ldi hamma. Taqdirlar ertaga 18:00 da Sevimlida tomosha qiling.